Samsung S24 Ultra. Xo'sh, bu smartfonda kutilganidek yangiliklar bormi? Bu savolga javob topish uchun hozir kamerasi, ekrani hamda eng asosiysi sun'iy intellekti bo'yicha gaplashamiz. Birinchi bo'lib, eng asosiysi dizayn qismidan boshlaymiz. O'tgan yilgi S23 Ultra'dan hech qanday dizayn bo'yicha farqi yo'q. Lekin biz buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Sababi Samsungning klassik sikli, ya'ni Samsung qoidasiga ko'ra har 3 yilda dizayn o'zgaradi. Keling hozir Samsung S24 ning dizayn qismida oldingi lineykalariga qaraganda nimalar o'zgarish bo'lganini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ekran. Ekranni ko'rib turganingizdek tekis holatda. Deyishda men uchun bu zo'r, chunki izognutli ekranlarni uncha yoqtirmayman. Lekin ba'zilarga bu izognutli ekran ko'proq yoqadi. Endi bu yoqda lishniy fikrga bog'liq. Qo'lda bu smartfon mana bu burchaklari tufayli iPhone Pro Max dan kattaroq tuyuladi. Lekin po faktda olib qarasak, rostdan ham katta. Ekranning o'lchami 608 dyum. Yana bir ko'zga tashlanadigan dizayndagi o'zgarish bu mana bu dinamikada. U uzun kesilgan holatda. Aytgancha solishtirib ko'rish uchun mana bu fotolarni ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishda oldingi lineyga qaraganda o'zgarishlar umuman yo'q, faqatgina katta o'zgarish bu ramkalardagi titanda. Lekin titan biz uchun bu yangilik emas. Titan ramkalarning qulay tarafi barmoq izlaringizni dog'lari qolmaydi, lekin qirilish ehtimoli ko'proq. Shu sababli bu smartfonni chexol bilan tutishni men maslahat bergan bo'lardim. Samsung S24 Ultra smartfoniga qirilish va tashqi kuchlarga chidamli bo'lgan Gorilla Glass Armor ekrani o'rnatilgan. Lekin bu ekran eng zo'rlaridan birligi aniq. Menimcha, chuqur qurilishlardan asraydi. Smartfonning dizayni eskilari bilan bir xilligi aniq, lekin bu degani dizayn eskirdi degani emas, qo'lda har doimgidek yoqimli va odamga status berib turadi. Ana endi shov-shuvlarga sabab bo'lgan bu smartfonning sun'iy intellekt qismiga o'tamiz. O'zi bunda olib qaraydigan bo'lsak, sun'iy intellekt barcha telefonda mavjud. Shuni brauzerga kirasiz, ChatGPT yoki Gemini ni ishlatasiz, mana sizga sun'iy intellekt. Lekin Samsung xodimlari o'sha sun'iy intellektni takomillashtirib, mana shu device'imizga vstroyniy qilib taqdim etdi bizga. Bu sun'iy intellektning eng qulay fishkalaridan bittasi Circle of Search funksiyasi hisoblanadi. Cool. Bu funksiya qanaqa ishlaydi? Masalan, smartfonni tiklab o'tiribsiz, biron bir buyum sizga yoqib qoldi yoki u haqida ma'lumot olmoqchisiz. Buning uchun o'rtadagi mana bu tugmani bosib turasiz va o'sha buyumni belgilaysiz. Va sizga mana bu yerda o'sha buyum haqida barcha ma'lumotlarni chiqazib beradi. To'g'ri, bu Google bilan ishlaydi, lekin aynan shu mahsulotni sizga ko'rsatib beradi. And find it. Find what? The lamp. Smartfon ikkinchi fishkalaridan bittasi rasmlarni sun'iy intellekt yordamida o'zgartirish imkoniyati. Masalan, mana bu rasmni sun'iy intellekt orqali o'zgartirib ko'ramiz. Qanday qilib? Buning uchun mana bu tugmani bosamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan buyumni olamiz va uni xohlagan joyimizga siljib qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari bu buyumni udalить qilish, ya'ni o'chirib yuborishimiz ham mumkin. Bu funksiya orqali rasmlarga obyektlar qo'shishinglar yoki rasmdagi obyektlarni udalить qilishinglar yoki uni siljitishinglar mumkin bo'ladi. To'g'ri, bu fishka ko'p joyda bor, lekin Samsung buni ustida juda ko'p ishlagani ko'rinib turibdi. Sababi rasmni shunday qilib obработка qilyaptiki, uni obработка qilinganini ham sezmaysiz. Yana bir eng hype'ga chiqqan funksiyalardan bittasi bu aloqadagi suhbatdoshingizni tilni o'zgartirish funksiyasi. Bu juda ham qulay, bunda sun'iy intellekt juda ham zo'r ishlaydi, lekin buning uchun siz tillarni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bularning orasida negadir men rus tilini topa olmadim. Buni ishlatish uchun siz tepadagi 3 ta nuqtani bosasiz, настройкаga kirasiz. Bu yerda tekstoviy вызов bor, o'shaning ustiga bosasiz va buni включен holatiga keltirasiz. Bundan keyin bu yerdan siz o'zingizga kerakli bo'lgan tilni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Deyarli birga bir sizga tarjima qilib beradi. Shunda suhbatdoshingiz bilan gaplashayotganingizda uni tilini sizning tilingizga tekst ko'rinishida o'girib beradi. Yana qo'shimcha sun'iy intellekt funksiyalaridan bittasi bu yozuvdagi ma'noni o'zgartirib berish. Masalan, suhbatdoshingizga siz qalaysan deb yozdingiz. Buni sizga ko'proq ma'noli qilib turib, har xil variantlar bilan ko'rsatib beradi. Lekin bu yerda negadir o'zbek tili va rus tili yo'q, shu kamchiligi. Masalan, kimgadir SMS yubormoqdasiz. Masalan, how are you? Va siz mana bu tugmani bosasiz. Undan keyin
stil pismani bosasiz. Keyin sizga sun'iy intellekt har xil variant beradi. Bu variantlarning orasidan birorta o'zingiz yoqqan tanlaysiz, foydoshingizni yuborasiz. Shaxsan o'zimga yoqqan yana bir qo'shimcha funksiyalardan bittasi bu avtoperevodchi. Hech qanday qo'shimcha ilovalar yuklab olmaysiz. Bu smartfonning o'zida bor. Lekin minus tarafi bunda ham rus tili va o'zbek tili yo'qligi. Faqatgina ingliz tiliga va boshqa o'zi qo'shilgan tillarga o'tishingiz mumkin. Hozir sizlarga faqat Samsung brauzerda ishlaydigan yana bir funksiyani ko'rsataman. Demak, brauzerga kirasiz, qaysidir saytda statiya ko'rib qoldingiz, o'sha statiyani belgilaysiz va bunda avtomatik summary funksiyasi bor. Hozir sizlarga faqatgina Samsung brauzerda ishlaydigan yana bir zo'r funksiyani ko'rsataman. Bu avtomatik summary funksiyasi hisoblanadi. Masalan, brauzerda o'tiribsiz, qanaqadir maqolani ko'rib qoldingiz, o'sha maqolani belgilaysiz va avtomatik summaryni bosadigan bo'lsangiz, o'sha maqolani qisqa variantini yoki ma'no jihatidan sizga ko'rsatib beradi. Bu mana juda ham qulay va tejaydigan funksiyalardan biri. Xuddi shu funksiyani Samsung S20 mumkin. Diktafonni ham ovozni tekst ko'rinishiga keltiruvchi sun'iy intellekt ishlaydi. Bu nimaga kerak? Masalan, leksiyalarda o'tirganingizda lektor ovozini yozib olasiz va uni tekst ko'rinishiga keltirib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Diktafonda ovozlarni tekst ko'rinishiga keltiruvchi funksiya ham mavjud. Hozir buni sizlarga sinab ko'ramiz. Masalan, diktafonga kiraman. Undan keyin mana diktafonda yozaman. How are you? Bu yerda transkriptni bosaman va menga qaysi tilga o'girib berishni so'raydi. Xohlasanglar boshqa tillarni qo'shishinglar mumkin, lekin rus tili hozircha yo'q. Transkriptni bosamiz va bizga mana ko'rganinglardek tekstini chiqazib beradi. Bu juda ham qulay funksiyalardan bittasi hisoblaydi. Xo'sh, yana qanaqa funksiyalarni ko'rsatishim mumkin? Samsung galereyasiga kirasiz, biron bir mana bu olingan videoni tanlaysiz va video davomida qo'lingiz bilan ushlab tursangiz, xuddi shu videoni sizga slow motion, ya'ni sekinlashtirilgan tarzda qilib beradi. Aytishinglar mumkin, programma orqali ham qilsa bo'ladi-ku deb. Lekin Samsungdagilar buni ustida ko'p ishlashgan. Bu shunchaki sekinlashtirish emas, buni ustida sun'iy intellekt ish olib boradi va sun'iy intellekt buni orasida kadrlar qo'shib boradi. Ana endi kamera haqida gaplashish vaqti keldi. Bu Samsung smartfonimizda naqd 4 ta kamera bor. Lekin negadir 10x li optik zoom o'rniga bu safar 5x li optik zoomdan foydalanishgan. Menimcha bunga yetarli sabablar bo'lsa kerak. Lekin solishtirib ko'radigan bo'lsak, 5x li optik zoom sifat darajasida ancha yaxshiroq. Samsung kameralarida menga juda ham yoqadigan tarafi bu yerda kamera nastroykalarini o'zida qilsanglar bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha ilovalarsiz, qanaqadir pulli ilovalarni yuklab olib, ularni ichiga kirib qilib o'tirmaysiz. Shunchaki kameraga kirasiz, еще razdeliga o'tasiz va bu yerda xohlagancha ekspert sifatida kamerani nastroyka qilish imkoniyatingiz bor. Xohlasanglar pro rejimda, xohlasanglar kechki rejimda, xohlasanglar ovqatni mana rasmga olsanglar bo'ladi. Undan tashqari zamedlenniy syomka va bu yerda o'zida ISOni, ekspozitsiyalarni srazu to'g'irlasanglar bo'ladi. Endi video olish borasiga keladigan bo'lsak, naqd 8K 30 FPS da video olish imkoniyatingiz bor. Bu juda zo'r. Lekin 8K da video oladigan bo'lsangiz, fayllar razmeri juda ham katta bo'ladi. Bundan tashqari 4K 60 FPS da Full HD va HD sifatlarda video tasvir qilishingiz mumkin. Xo'sh, yetib keldik. Hozir sizlar bilan bu smartfonni yaxshilab game testlardan o'tkazib ko'ramiz. Diqqat qilinglar, bu Samsungda ko'plar bilmaydigan zo'r fishka bor. Ya'ni o'yin davomida siz bu Samsungni shunchaki zaryadkaga qo'yib turib, bemalol o'ynashingiz mumkin. Buning uchun Game Hub ilovasiga kirasiz, tepadagi 3 ta nuqtani bosib turib, Game Boosterga kirasiz. Va bu yerda pastda ko'rib turganingizdek oстановка zaryadki USB PD va время игры bor. Bu nimaga yordam beradi? Bu funksiyani yoqqaningizdan keyin bemalol o'yin o'ynasangiz bo'ladi. Telefoningiz batareykasi zarar yetishini ham o'ylamaysiz. Telefon qizish darajasi juda ham past bo'ladi. Bu funksiyaning nomi o'zi обходная zaryadka deb nomlanadi. Bu funksiyani yoqish uchun smartfoningizning zaryad miqdori 20 dan baland bo'lishi kerak bo'ladi.
Xo'sh, bu smartfonimizni sun'iy intellekt imkoniyatlarini ko'rdik, kamerasini tekshirdik, ekran sifatini baholadik, game testdan o'tkazdik. Narxiga keladigan bo'lsak, bu smartfon 100% pulni oqlik deb men o'zim hisoblayman. Bu smartfonni xarid qilib, kamida 3-4 yil bemalol ishlata olasiz. Aytgancha, Samsung S24 Ultra smartfonni mana bu Doybox saytidan muddatli to'lov asosida bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ovozi ham boshqacha. Xo'sh, faqatgina Samsung S Ultra lineykasida chiqadigan mana bu Steus haqida hozir siz bilan gaplashamiz. Bu Steus juda ham qulay, ishlatishga, Samsungda bemalol yozishga, mana eshitib turganingizdek, yozayotganingizda juda ham yoqimli ovozlari bor, ruchkada yozgandek bo'lasiz. Bu endi juda ham zo'r demayman-u, lekin yoqimli bir qo'shimcha deb hisoblayman. Buni olib turib, bemalol nimadirlarni redaksiya qilishingiz yoki yozuvlar yozishingiz yoki qatlandirib belgilashingiz, nimadirlar chizishingiz ham mumkin bo'ladi. Lekin mana shu Steus qo'shib juda ham yaxshi qilishgan. Xo'sh, agar sizga bu Samsungda biz ko'rsatgan sun'iy intellekt imkoniyatlari va qo'shimcha funksiyalar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va Joybox kanalimizga obuna bo'ling.